Assalomu alaykum mototsikl zapchast ishqibozlari. Ish Planeta zapchastlari nomli bir qator zapchastlar kelgan. Kimga qiziq bo'lsa, mana bir qator yengil tanishtirib o'tamiz. Narxlarini, boshqa narsalarni telefonda gaplashaveramiz. Mana chiroyli 4 ramamiz kelgan bitta. Mana bu yo'llari sog'. O'tlarda svarkalari yo'q. Motor kirplinalari butun. Arqa vilkasida ozgina lufti bor. Mana diskalarimiz. Shilissalari yaxshi. Tormoz o'rnilari yaxshi. Mana shunaqangi holatda turibdi. Xo'p. Mana ikkinchi diskamiz. Aylanishlari tekis. Tormoz o'rnilari zo'r. Narxiga keladigan bo'lsak, kiramamiz 350 ming so'm, diskalarimiz 180 ming so'mdan. Butun rossiyskiy ko'jiqlarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, 250 ming so'mdan narxlari. Ikkita bor. Xo'p, Planeta 4 korobka. Zo'r holatda. Narxi 250 ming. Bunaqangi ruchkalarimiz bor. 40 ming so'm. Bunisi 30 ming so'm. Xo'p, barabanimiz bor mana. Restavratsiya zo'r holatda lekin. Seplari ham rosa zo'r tushgan mana. Lufti yo'q. Turish 200 ming so'm. Mana qopog'imiz 40 ming so'm. Tiniq. Resinkalari bor. Xo'p, 125 ta ishlagan gilzamiz bor. Holati zo'r. İçeride qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Galovkalari bilan komplet. Holatda 300 ming so'm narxi. Karburatör qattiqlargacha bor. Kalotkalarimiz bor. Zavodskoy. Bunaqangi holatda. Zavodskoy. Bular 120 ming so'mdan narxi. Hop, diska karpeylari 15 ming so'm. Bundan keyin Jupiter mototsikldan chiqqan sep charx komplekt bor. Zo'r holati. Mana kichkina charxi. Mana diskasini o'rnini ko'rsatmadi sizlarga. Xo'p. 250 ming so'm shu holati. Mana kimga qiziq bo'lsa, gul shitirlarimiz mana. Tepki teggan joylari bor ozgina. Tomonlari tiniq, yaxshi holatda turibdi. Mana bunisi bir tarafi zo'r. Bir tarafida ozgina mana tepki teggan joyi bor. Xo'p, bunisining narxi 150 ming so'm, kalinalari bilan. Bunisining narxi 250 ming so'm. Mana bunisining ham narxi 150 ming so'm. Bir jup. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqangi, yana bundan boshqa zapchastlar kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz.